uyim yo'q. Hattoki bekatlarda bir hafta yurdim. Oilaviy bolalar uyi ochganman. Hech narsasi yo'q odamga men kutmagandim medal olaman deb. Orzusi yo'q inson bu o'lgan hisoblanadi. 24 ga yetdi, ishlashni xohlayman. Mana shu yurtni kelajagi uchun hissamizni qo'shaylik. Bugun universitetimizning amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi Faridaxon Hasanova Shuhrat medali sohibasi. Assalomu alaykum Faridaxon. Avvalambor ushbu yutuq bilan sizni samimiy tabriklayman va ushbu yutuqqa erishishingizda, bu medal olishingizda qaysi xizmatlaringiz sabab bo'ldi, shu haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Sergeli tumani Prezident huzuridagi inson ijtimoiy xizmatlar Farog'atli mahallasi kompleks xizmat ko'rsatuvchisi Hasanova Farida Rahmatullayevna bo'laman. 2 yildan beri inson ijtimoiy xizmatlarda xizmat ko'rsataman. Meni kichkina qilgan mehnatim yuksak baholanibdi. Buning uchun yurtboshimizga, rahbariyatimga, ham ustozim, ham menga ishonch bildirgan rahbarim G'oyipov Elyor Ilhomovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Faridaxon, universitet muhiti sizga qanday ta'sir o'tkazdi? Bu medalni olishingizda universitetimizni ham hissasi bo'ldimi? Albatta, men kasbimni yaxshi ko'raman. Men shu kasbim orqali o'zimni sohamda o'qish uchun Toshkent ijtimoiy innovatsiya universitetiga kirdim. Men 1 yil kechga qoldim. Hozir 4-bosqich talabasi bo'lgan bo'lardim, lekin ezgulikni erta kechi bo'lmaydi. Mana hozirgi vaqtda ustozlarimga katta rahmat deyman. Meni doim qo'llab-quvvatlaganligi uchun. Ustozlarim, agar bilingki ustozingiz sizni qo'llab-quvvatlamadimi, sizni rahbariyatingiz qo'llab-quvvatlamaydimi, demak sizga qanot baxsh etdingmi? Bu medalga erishish jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Men o'zi yolg'iz ayolman. Eng katta keys meni o'zim hisoblanaman. Men 21 marta jarrohlik amaliyotini boshimdan kechirgan ayolman. Yotgan yotoqli edim. Men O'zbekiston fuqarosi bo'lmaganman. 2018-yil 12-fevral kuni O'zbekiston fuqaroligini oldim. Musaffo tinch O'zbekistonimizda bilimimiz bo'lsa, kasbimiz bo'lsa, harakat qilsak bo'ladi. Uyim yo'q, joyim yo'q, hech narsam yo'q. Hattoki bekatlarda bir hafta yurdim. Hozir hattoki o'zim oilaviy bolalar uyi ochganman. 6 ta farzandni uchirma qildim. Hozir qo'limda Xlebushkina bolalar uyini bolasi Galovachov hamda tazyiq zo'ravonlikka uchragan 2 ta bolani oldim. Mubinaxon va Firdavs nomli oilaviy bolalar uyi direktoriman hamda inson xizmatlarida faoliyat olib boraman. Hech narsasi yo'q odamga men kutmagandim medal olaman. Qiyinchilik ko'rgan, qiynalgan ayol sifatida hozirgi yoshlarimizga qanday tavsiyalar berib o'tasiz? O'zbekiston yoshlarining qo'lida. Men yoshlarimizga aytardim, vaqtingizni bo'sh ketkazmang. Men kechga qolib bilim oldim. O'z vaqtida o'qish kerak. O'qigan bilimli inson, demak siz katta inson bo'lasiz. Men Xudo xolasa yuqori cho'qqilarni zabt qilib, 24 ga 7 xizmat qilib, yana ham ko'proq ishlab, yoshlarga aytadigan gapim: aziz bolalarim, mana shu yurtni o'g'il qizlarim, o'z vaqtida o'qing. Ota-onangiz sizga sharoit yaratib beryaptimi? Demak siz harakat qiling. Harakatda barakat. Men mana shu vaqtda kechga qolib bilim olsam-da, ezgulikni erta kechi bo'lmasligini bilib, beshikdan to qabrgacha ilm izlanish va u yuksak baholanishini men endi bildim. Bolalarim, o'g'il qizlarim, mana shu tinch osmoni musaffo yurtni kelajagisiz. Kelajak sizni qo'lingizda. Keyin yana bitta tavsiya qilardim. Bizning Toshkent ijtimoiy innovatsiya universitetiga o'qishga kirsangiz, albatta shuhrat kerak bo'lsa, O'zbekiston qahramoni bo'lasiz. Tavsiyalaringiz uchun rahmat. Hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu medalga meni ham havasim kelayapti. Shu medalni o'zi sizga yetadimi yoki kelajakda yana qanaqadir orzu maqsadlaringiz bormi? Yana yangi marralarni zabt etmoqchimisiz? Nega endi?
orzusi yo'q inson bu o'lgan hisoblanadi. Men kelajakda Xudo xolasa O'zbekiston qahramoni, undan ham katta medallar, ordenlar olish niyatim bor. Chunki bu medal menga juda ham katta kuch berdi. Uning uchun har bir men uchun kurashgan, menday yolg'iz ayol uchun kurashgan rahbariyatga ta'zimdaman. 24 ga 7 ishlashni xohlayman. Chunki kasbimni juda ham yaxshi ko'rib va mana shu o'qishga kirganman. Yana bitta o'zim uchun shior qilganman. Go'zal mushoira etadi davom, do'stim kel, sen ham davramiz tomon. Bu degani qadrdonlar, azizlar, davramizga qo'shiling. Mana shu yurtni kelajagi uchun hissamizni qo'shaylik.